Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, akalar. Kecha 11-may kungi holat mana siz aytgan bo'lsa video tiqib tashlaganmiz. 11-may kuni 2026 dushanba kuni mana bularda tripslar bor edi mana hozir. Qanday qilsa ko'rinmayapti. Lekin xudo xolasa kecha gullatib yubordi mana Yangilatdan. Dori yaxshi ekan, mana shu Nuriddinda olgan do'konimizdagi dorini lazerda yangi turi kelgan ekan, yangi sinalmagan, sinovdan o'tdi. Qolganlarga ham tavsiya qilaman, ko'rgan bo'lsa mana shu gullar ochilmagan edi. Endi ochiltirib yuboribdi lekin. Palayda ham xilla tozalab ancha trips bosib qo'ygan ekan. Dorini effekti zo'r ekan ekanlar, lekin bitta nu tomoni bor ekan, faqat karcherda sepish kerak mana. Mana gullar ichida bosib qo'ygan mana. Yo'q. Karcherda sepish kerak, yelka apparatda bo'lmaydi. Imkon qadar gullatib yubordi bodirangani. Kecha bunaqa holat emas. Hammaga ham zo'r ekan, sorti ham zo'r ekanda janovordi. Mayli hammaga dehqonlarga omad, sog' bo'linglar, salomat o'yinglar. Sepinglar shu doridan.